In February this year, many hundreds of demonstrators took to the streets of Gulja in the northwest of Xinjiang. Word had spread among them that 30 Uyghurs accused of agitation against the government had been executed. Unutulmaz qabahat, saqaymas jarohat bo'lgan 5 fevral G'ulji qirg'inchiligi yuz berganiga bu yil 27 yil bo'ldi. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi 2 fevral kuni bayonot e'lon qilgan. Bayonotda mundaq deyilgan: 1997 yil 2 oyning 5 kuni manglagan Uyg'urlar G'ulji shahrida Xitoy ishg'olchilarining Uyg'ur madaniyatining muhim bir qismi bo'lgan mashrabni cheklaganligiga norozilik bildirib, tinish shakllik namoyish qildi. Xitoy saqchilari bu namoyishchilarni qonliq bostirdi. Az deganda 100 odam o'ldi. Nurg'un odam yaralandi. Orqadan 4000 namoyishchi qo'lga olindi. Uning ichida 200 odam o'lim jazosiga uchirdi. Shuningdan boshlab Xitoy hukumatı Uyg'urlarning eng tubki insoniy huquqiy va erkinligini yo'qotishga o'tdi. Xitoy hukumatı 2017 yildan boshlab atalmış terrorlik va asabiylikka zarba berish harakati boshlagandan keyin kishilik huquqni dafsana qilish qilmishlari irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatga taraqqiy qildi. Nurg'un Uyg'urlar o'z vaqtida namoyishga qaytilganlik sababidan qayta qamaldi. Sharqiy Turkistondagi bu bostirish siyosati hali ham Uyg'urlarning hayotiga tahdid solmoqda. Ular izdiraksiz yo'qotilmoqda, qamoqqa ilinmoqda, majburiy emgakka selinmoqda. Uyg'ur tashkilotlari o'z turbetida 5 fevral G'ulji qirg'inchiligi haqida bayonot berish bilan birga 4 fevral kuni Nyu-York shahrida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldida namoyish uyushtirgan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi Ilshad Hasan, Uyg'ur akademiyasining raisi doktor Rishad Abbas qatorliqlar bu namoyishga qatnashib so'z qilgan. Since then, the Chinese government's policy going Ular so'zida 5 fevral G'ulji qirg'inchiligining faqat Xitoyning dunyoga oshkorlangan milliy qirg'inchilik jinoyatlarining biri ekanligini, BDT qatorli xalqaro organlarning bu jinoyatni to'xtatishi kerakligini ta'kidlagan. To save the Uyghur, save the world, the Chinese government will not stop in that only with the Uyghur. 5 fevral G'ulji qirg'inchiligining 27 yilligini xotirlash faoliyatlari dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur jamoati qatorida Yevropa davlatlaridagi Uyg'urlar tarafidan turli shaklda o'tkazildi. Germaniyada Yevropa Sharqiy Turkiston birligi tashkilotining raisi Asqarjon apandining riyosatchiligida 5 fevral kuni Myunxen shahrida yashayotgan bir qism Uyg'urlardan boshqa yana Germaniya, Bavariya o'lkalik parlamentining a'zolari, siyosiy partiyalar va kishilik huquq tashkilotlarining vakillarining ishtirok qilishida Myunxendagi Xitoy konsulxonasi oldida namoyish o'tkazilgan. China terrorist! Stop genocide! Әні шундaq norozilik namoyishlarining biri Gollandiyaning poytaxti Amsterdamdagi Dam maydonida 4 fevral kuni o'tkazilgan bo'lib, Sharqiy Turkiston istiqlol marshi bilan boshlangan bu namoyishni Gollandiya Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligi, Gollandiya Uyg'ur kishilik huquq qurilish tashkiloti qatorliqlar birlikda tashkillagan. Bu namoyishga Gollandiya turishliq bir qism Uyg'urlardan boshqa yana Tibetlar, Hong Kongliklar va Gollandiyadagi xalqaro kechirim tashkiloti vakillari qatnashgan. Namoyishda jaranglik shuarlar to'langan va nutqlar so'zlangan bo'lib, Gollandiyada yashaydigan lager shoidi Qalbinur Sidiq nutq so'zlab, Xitoy doiralarining 1997 yili norozilik namoyishi o'tkazgan Uyg'ur yoshlarini tutqun qilib, turmalarga tashlab va o'limga hukm qilishdek har xil qattiq qo'l choralar bilan jazolaganligini ko'rsatish bilan birga Xitoyning Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchiligining hozirmi davom qilayotganligini eskartib o'tgan. Xitoy vatanimizdan chiqib ket! Xitoy vatanimizdan chiqib ket! Sharq Turkistonga mustaqillik! Uyg'uristonga mustaqillik! Sharq Turkistonga mustaqillik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! Uyg'urlarga erkinlik! 5 fevral G'ulji qirg'inchiligi, 5 aprel Barin qirg'inchiligi, 5 iyun Urumchi qirg'inchiligi deb tabriklayapmiz buni.
yodlayapmiz, xotirlayapmiz. O'ylab boqaylik. Biz buni unutib qolmasligimiz kerak. Chunki shu vaqtlarda shu xalqimiz o'zining qanday bir o'limni kitobligini biladi. Bilib turib Xitoyga qarshi kurash qila olgan. Tajovuzchi Xitoyga qarshi jang e'lon qilgan. Kuch-kuchlarga ashlar to'kilgan. Ular shu vaqtlarda millat ayrimigan, jut ayrimigan. Ya'ni sen g'ujulik, men Urumchilik, sen Xotanlik, Qashqarlik degan. Hammasi faqat va faqat bir nishon, bir maqsad. Ya'ni Uyg'ur bo'lganligi uchun tajovuzchi Xitoyning vatanimizni besvoganligini qarshi namoyish qilgan. Darvaqa Xitoy tajovuzchilari o'zining ilg'or qurollari bilan shu xalqimizni qonliq bostirdi. Qo'ylar rafiqalar baraka zallarga Uyg'ur xalqi to'shib ketgan. Hatta o'rin qolmaydi. Ajab suyak vaqtingiz yetdi ekan. Shu qattiq yomg'irlarda jiroqlar suyak bor ekansiz. Nima uchun namoyish qilamaymiz? Namoyish qilgan vaqtimiz chiqmanda bizniki. Buni o'ylaylik. Biz vijdon o'ylab yiqqanlar suyunli qarindoshlar. Biz bu xalqimiz igi chiqa bilsak, ichki dunyo qor yuzib ketamiz. Mushu daqiqada shu vatanimizda kamplarga taqalg'ini yo'q. Shu xalqimiz o'lyapti, qirilyapti. Shu oy singillarimiz, opa-adilarimiz Xitoydan bosqinchiga uchrayapti. Shu narsada bolalarimiz ota-onalardan ayrilib, shu yassi kamplarda, bolalar kamplarda o'lyapti, qirilyapti. 5 fevral G'ulji qirg'inchiligini xotirlash faoliyati yana 3 fevral kuni Belgiya poytaxti 100 yilmi keng ko'lamlik namoyish elib berish usuli bilan o'tkazildi. Namoyishda Belgiya Uyg'ur jamiyati jazo lageridagi va Shinjang saqchi hujjatlaridagi tutqunlarning rasmlarini ko'rgazma qilib, Belgiya xalqining diqqatini tortgan. In the face of China's oppressive regime, thousands of Uyghur youths in Gulja city bravely assembled to protest against the relentless persecution and genocide endured by the people of East Turkestan. 4 fevral kuni Shvetsiya Uyg'urlari Xitoyning Stokgolmdagi turishliq elchixonasi oldida 5 fevral qirg'inchiligining 27 yilligi va shundoqla Xitoyning Uyg'urlar ustidan elib berayotgan irqiy qirg'inchilikka qarshi namoyish o'tkazgan. We stand united against any form of oppression. The memory of Gulja must not be relegated to the shadows of history, but serve as a stark reminder of the enduring struggle for human rights and justice. 1997 yılı 5 fevral günü G'ulji shahridagi bir qancha ming Uyg'ur yosh Xitoy hukumatining milliy va diniy bostirish siyosatiga, jumladan milliy mashrab madaniyati, futbol qatorliq ommaviy tanharkat faoliyatlariga chek qo'yish harakatlariga qattiq norozilik bildirgan bo'lsin, ammo Xitoy qurolli soqchi qismlarining keng ko'lamda bostirishiga uchragan edi. Natijada naq maydonda zo'r sondagi yoshlar qo'lga olingan, yaralandirilgan va hatto o'ldirilgan. Ayni vaqtda o'lgan va tutqun qilinganlarning soni bu namoyishni Xitoyning qonliq bostirishi natijasida kelib chiqqan oqibatlar, turmalardagi va tutqun o'rinlardagi ashaddiy jazolash tadbirlari Uyg'urlarning qalbida cho'nqur ta'sir qoldirgan. Mana shu sababdan Uyg'ur muhojirati har yili 5 fevral qirg'inchiligini xotirlash munosabati bilan dunyoning har qaysi joylarida xotirlash faoliyati va namoyishlar o'tkazib kelmoqda. Bu xildagi faoliyatlarning yana Avstraliya, Turkiya, Germaniya va boshqa ellarda o'tkazilganligi ma'lum. February 5th, 1997. Thousands and thousands of people massacred. China, China, can you hear us? 12 years, 10 years, and then from 2016, 17, all these people being taken away. And now we don't know what happened to them.
So it is important that we must